نحن أرزقنا Aslida bizning rizqimiz hali onamizning qornida ekanimizdayoq bitib qo'yilgan. Lekin eng ajablanarlisi nima, bilasizmi? Ajablanarlisi shundaki, kishi o'z rizqini izlagani kabi, rizqi ham uni izlaydi. Rizqingizni izlab chiqasiz, u ham sizni izlaydi. Bir-birini izlagan ikkisi esa uchrashmasdan qolmaydi. كل واحد منهم وصاحبه أن يلتقيا. Ibn Hibbon Abu Dardo radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Albatta rizq odam bolasini ajali uni izlagani kabi izlaydi. Eshitdingizmi? Shunday ekan, bu hiylalar nima uchun kerak? Aldovlar, tovlamachilik, yolg'on, Alloh nomiga yolg'ondan qasam ichishlar, bir necha dirham uchun firibgarlik qilish, hattoki qotillik qilish, barchasi nima uchun? حالفوا بالله لإنفاق السلعة